Yig'i yaxshi narsa. Erkak kishi yig'lamaydi, o'g'il bola yig'lamaydi deb bizada ko'p to'siqlar qo'yadi-da. U gaplarga qo'shilmang, yig'layvering. Hojiboy Tojiboyev aytganday, ayollar erkaklardan 10-15 yil ko'proq yashaydi. Ayollar yig'lagani uchun ko'proq yashaydi. Erkaklar dard alamni ichiga yutib, o'ziga o'zi azob bergan uchun ularni umri qisqa bo'ladi. Yig'lay olgan odam eng baxtli odam bo'ladi. Yig'lang. Men ham shunaqaman. Nafaqat qabrda, hayajondan ham yig'layveraman. Men birovdan uyalmayman. Qizini o'zga bir xonadonga kuzatib qo'yyapti-yu, ko'zining yoshini yashirishadi. Nimaga? Baralla bag'ringga qosib yig'la. Siz uzatganlar yig'ladingizmi? Sovchi kelgandan yig'lab boshlaganman. Lekin ichingizdan nimalar o'tadi shu payt? Dunyoga kelib yoningda yurgan odamni aslida baxtini topib ketayotganligi nima bu yurak qurg'ur egoizm qo'ymaydi-da. Shu o'zim yonimda bo'lsa ekan, hali quruq tovuqqa o'xshab bolalarim shu qanotimni tagida bo'lsa ekan, xuddi boshqa joylarda bir xavf-xatar borday tuyulaveradi-da. Erkak tabiatdan himoyachi-da. O'sha xislatlar ichimizda jo'shirib ketsa kerakki, nochorligimizdan, baribir berib yuborayotganimizdan. Tarozini pallasiga qo'ygan paytda birinchisi ikkinchisidan g'olib kelganligidan